Pinduoduo ilovasida mahsulotlarning narxiga e'tibor bersangiz, hammasi yuanda ko'rsatilgan. Endi buni ilovani o'zidan dollarga o'girib qo'yishni yoki so'mga o'girib qo'yishni imkoni yo'q. Taobaoda ilojisi bor, lekin Pinduoduo ilovasida imkon yo'q. Shu sababli biz mahsulot narxlarini so'mga o'girishda konverterlardan foydalanamiz. Play Market yoki App Store'ga kirib, xuddi shunaqa qilib poiskka konverter deb yozib olasiz va sizga turli xil konverterlarni chiqaradi. Xohlaganingizdan foydalansangiz bo'ladi. Eng qulayi, menga qulayi shu konverter hisoblanadi. Undan oldin yuklab olganman, shu sababli открыть tugmasini bosaman va bu yerda sizda boshqa davlatlar turgan bo'lsa, ustiga bosib o'zgartirib qo'yasiz. Mana bu yerda menda Xitoy tili turibdi va o'zbek tili turibdi. Siz ham shunaqa qilib nastroykasini to'g'irlab olasiz. Agar dollarga o'girishni xohlasangiz, ustiga bosasiz. Mana sizga turli davlatlarning pul birliklarini chiqarib beradi va u yerdan dollarni tanlab qo'yasiz. Menda hozir so'm turibdi, shuning uchun so'mga o'girishni sizga ko'rsatib beraman. Masalan, ilovaga qaytamiz. Mana shu 29.3 yuanli sumkani narxini so'mga o'girib ko'rsatib beraman. 29.3 yuan. Mana buni bossangiz o'chadi, mana. Va 29.3 ni vergul bilan yozamiz. Mana 29.3 yuanimiz 51.280 so'mga teng. Xuddi shunaqa qilib konverterdan foydalanib hisoblasangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa ikkinchi osonroq yo'li bu kalkulyatordan foydalanib so'mga o'girish. Ya'ni yuan oluvchi botdan sizga yuan olishni ko'rsatib berdim va botga ulanganingizdan so'ng har kungi kurs narxini chiqarib turadi. Mana bugun 1 yuan 1800 so'mga teng ekan. Yuan ham xuddi dollar singari ko'tarilib tushib turadi. Unaqa katta farqi bo'lmaydi o'rtasida. Shu sababli agarda siz aniq yuan narxini bilmasangiz, bot orqali ko'rib bilib olsangiz bo'ladi yoki shunchaki 1800 ga 1805 ga ko'paytirib aniqlasangiz bo'ladi. Bugungi kurs narxi demak 1800 ekan. 1800 ni ko'paytiramiz. Pinduoduodagi 29.3 yuanli sumka narxini bilmoqchimiz. 29.3 ga ko'paytiramiz. 52.740 so'm. Ko'ryapsiz, konverter bilan o'rtasida ozginagina farqi bor. Konverterda bizda 51.280 so'm chiqqan edi. Demak, bu kalkulyatorda hisoblaganimizda 52.740 so'm chiqdi. Biz baribir yuan sotuvchilardan olamiz. Ular o'zini ozgina ustama narxini qo'ygan bo'ladi. Shu sababli kalkulyatorga qo'yib hisoblaganingiz yaxshi. Botga kirib, har kungi kurs narxini ko'rib olasiz, mana. Va ana shu narxni kalkulyatorga qo'yib, kerakli summaga ko'paytirib, so'mga o'girib hisoblasangiz bo'ladi. Qaysi usul sizga qulay bo'lsa, doimiy ravishda o'sha usuldan foydalansangiz bo'ladi.